Assalomu alaykum dasturchilar. Bugun eng muhim mavzulardan biri bo'lgan C++ dasturlash tilining sintaksini ko'rib chiqamiz. Sintaksis bu nima? Sintaksis bu dastur yozish uchun aniq qoidalar. Agarda siz sintaksisni xato yozsangiz, dasturingiz ishlamaydi yoki xatolik berishi mumkin. Demak, C++ sintaksini shu kod orqali ko'rib chiqamiz. Bu hamma dasturda yozilishi shart bo'lgan kod. Demak, har bir qatorni tahlil qilib chiqamiz. Birinchi qator include iostream. Include bu kutubxonani chaqirish, ya'ni ishlatish. iostream esa bu kutubxona, ya'ni kiritish chiqarish kutubxonasi. Agarda bu kutubxona chaqirilmasa, biz sin, cout, ya'ni kiritish chiqarishni ishlata olmaymiz. Keyingi qator bu C++ ning standart funksiyalarini chaqirib beradi. Agarda mana shu kod bo'lmasa, biz har bir sin, cout oldida std yozishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun, mana shu kod yo'q deb tasavvur qilsak, cout masalan salom chiqarmoqchi bo'lsa agar, bu kod hozir xatolik beradi va biz oldiga std yozishimizga to'g'ri keladi. Endi keyingi qator bu int main. Int main bu dasturdagi eng asosiy funksiya. Biz dasturni ishlatgan paytimizda birinchi bo'lib mana shu funksiya ishlaydi. Va biz barcha kodimizni mana shu blokdan boshlab to returungacha yozishimiz mumkin bo'ladi. Qolgan funksiyalarni esa mana shu int mainda chaqirish orqali ishlatishimiz mumkin. Bu qavs funksiyani bildiradi. Mana bu esa funksiyaning boshlanish qismi. Bu esa tugalanish qismini bildiradi. Return esa dasturni to'xtatadi. Return 0 esa bu muvaffaqiyatli tugallanganligini bildiradi. Biz yozadigan barcha kodlar esa mana shu yerda int main ichida yoziladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda kommentlarni ko'rib chiqamiz. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.